Assalomu alaykum aziz Cherry Urganch obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda biz 7 Pro Max'ni 2026-yil restyling varianti haqida gaplashib o'tamiz. Endi ushbu avtomobilimizni avvalambor tashqi ko'rinishiga e'tibor beradigan bo'lsak, tashqi ko'rinishi to'liq 8 Pro'larimizga o'xshab ishlatilgan. 8 Pro'larimiznikidek xuddi farlari, buferlari bir boshqacha bo'lib chiqqan. Yoblitsovkasiga ham e'tibor berasizlar, umuman boshqacha vidda ishlab chiqariladi. Bundan tashqari oldinda parktronikalari, 360 kameralari o'rnatilgan bo'ladi. Ushbu 7 Pro Max avtomobilimizda eksternal samotarmojeniya sistemasi ham ishlaydi. Bu oldinda odam mashina chiqqasa o'zi risk tormoz berish xususiyatiga ega. Bundan tashqari polosa udержаниямыз ham bo'ladi. Avtomobilimiz texnik jihatdan 1.6 turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. GDI motor bo'ladi. 186 ot kuchi. Korobkasi esa robot korobka bo'ladi. Endi avtomobilimiz 19 razmerli diskalar bilan jihozlangan, yumshoq balonlar qo'yilgan. Yurttursa diskalar ham 26-yil restyling versiyamizda boshqacha bir dizaynda ishlangan bo'ladi. Bundan tashqari yana yon bokovoy oynasida 360 gradus kamerasi o'rnatilgan. Bokovoy oynalarimiz ham yopilib ochiluvchi bo'ladi. Pоворotli chiroqlarimiz bokovoylarimizda joylashtirilgan bo'ladi. Avtomobilimizda to'liq beskluchovoy dostуп bo'ladi. Panorama lyuk bo'ladi. Ochilgan. Ushbu avtomobilimiz 5 kishilik hisoblanadi. Elektronli bagajlik sistemamiz. Kattagina yukxonamiz, yurib o'tishlaringiz mumkin. To'liq tkanivoy material bilan o'ralgan bo'ladi. Ya'ni bellargacha. Bu ortiqcha shumadan izolyatsiya qiladi mashinani. E'tibor beradigan yana bir eng zo'r yeri, ushbu avtomobilimiz 7 Pro Max'imizda o'zini zapaska balonlari o'zining razmerida 19 dyuymli diska balonlardan iborat bo'ladi. Komplektida chiqadi shunday. Orqa tarafimizda orqani yopish knopkamiz, bundan tashqari orqa kameramiz to'liq LED optika farlarimiz bilan jihozlangan bo'ladi. Havoda yozuviga e'tibor berib o'tsak, ya'ni ushbu avtomobilimiz polniy привод hisoblanadi. 4 dona balondan qo'shib harakatlanib biladi. İstesangizlar, o'zi 6 xil rejimda yuradi. Endi ichki interyerini nazar soladigan bo'lsak, boshda bokovoyimizda yana stepoy zona datchiklarimiz ham joylashtirilgan bo'ladi. Bu 7 Pro versiyalarimizda bo'lmaydi, faqat Max versiyamizda bo'ladi. Salonning ichi shokoladli svetda bo'ladi. Polniy barimizda xolodilnikimiz, mashinamiz 6 xil rejimda yurib biladi. Qor, yomg'ir, loy, sport, eko, normal rejimlarida harakatlanib biladi. Dual-zonli klimat kontroli, multirulli, keyin polosa udержаниямыз, adaptiv cruise kontrolimiz, multimedia knopkalarimiz, telefon bespроводноyimiz, keyin самое главное 8 Pro'larimizda mavjud bo'lgan голосовой assistentimiz ham bor. Ya'ni ushbu avtomobilni ovoz tovush boshqaruv sistemasi orqali boshqarsangiz bo'ladi. Bu degani, misol, открой lyuk desangiz lyukni ochadi, закрой lyuk desangiz lyukni yoqadi, oynalarni ochib beradi, muzika qo'yib beradi. Bu ovoz boshqaruv sistemasi yordamida ishlatiladi. Avtomobilimizda oldingi o'rindiqlarida qizdirish sovutish sistemasi, obduf obogrev, orqa o'rindiqlarimizda esa obogrevlari bo'ladi, qizdiradi ya'ni. Endi bundan tashqari avtomobilimizda ko'pgina zamonaviy funksiyalar bor. Ichki interyerda yana bir yerni e'tibor bersa, bo'lni qoraytirilgan material bilan ishlangan bo'ladi. O'zini navigatsiya sistemasi bo'ladi. Ya'ni buni karta o'rnatish shart emas, navigatsiyani bossangizlar yonib ishlab ketaveradi. Start stop knopkalari, elektrousiliительный ruli, bu yon tarafda ayna oldingi farlarning regulirovka knopkalarimiz, keyin bu dvorniklarimiz, oldi, orqa, bundan tashqari oldi, orqa oynalarimiz, bokovoylarimiz ham to'liq obogrevli bo'ladi, spiralli bo'ladi, qishki kuni buzoq qolmaydi. Endi avtomobilimiz haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun hammangizni Cherry Urganch avtosaloniga tashrif buyurishlaringizni so'rab qolamiz. Avtomobilimizda test drive trading xizmatlarimiz mavjud. Avtomobilimizni tan narxi 364.900.000 so'm. Naqd avtokredit, foizsiz bo'lib to'lash va lizing asosida olsangiz bo'ladi. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz.